Президент Trumpның 74-ci növbətlik BDT yığınında sözləyən nutqi. BDT baş ştabı Nyu-York şəhəri, Nyu-York ştabı. 2019 yıl 24 sentabr. Amerika Şərqi rayon yazlıq vaxtı düşdün burun ondan oşik. Köpçilikке rəhmət. Rəis əpəndim, baş katib əpəndim. Hər qaysı hörmətlik vəkillər, konsullar və hər qaysı dövlət rəhbərləri. Bu yığın zalı 70 yıllık mol məzmunluq və özgürüşcan tarixqa guva boldu. Mən turğan muşu minbərdə soğuq uruş, yani soğuq münasibətlər uruşu yuqarı pəlləge çıqqan məzgillərdimu? Bütün dünya prezidentlarının və baş ministerlarının nutqını anladı. Biz dövlətlərinin quruluşunu, inqilabның rəhbərlərini kördük. Biz ümid arqılıq bizni ilhamlandırğan danışmanlarni, qızğınlıqı bilan bizni qo'zg'atgan qudratquchilarni hamda jasorati bilan bizni ilhamlandırğan qahramonlarni ko'rdik. Ular bu dunyodagi eng cho'ng sahnada o'zlarining planlarini, takliflarini, oldin ko'rganlarini va o'y fikrlarini o'rtoqlashdi. Burun beshimizdan o'tkazganimizga o'xshash bizning davrimiz cho'ng foyda ziyon munosabatlari va aniq bo'lgan tanlashlarga ega bo'lgan bir zo'r raqobat davri bo'lib, butun yer shariga tarqalgan va butkul tariximizni kesib o'tadigan mohiyatlik farq, chegara siziqi kishilarning oldida yana bir qatim namoyon bo'ldi. Bu chegara siziqining bir tarafida boshqalarni idora qilishni o'zining peshonasiga putilgan deb qarab, boshqalarni kontrol qilishni istaydigan odamlar. Yana bir tarafida o'zini o'zi boshqarishni umid qiladigan xalq va davlatlar bor. Erkinlikka, mustaqillikqa va o'zini idora qilishga nihoyatda ahamiyat beradigan bir davlatning xalq saylagan rahbari bo'lish supatim bilan bugun bu yerda nutq so'zlash men uchun nihoyatda cho'ng sharaf. Men saylangandan beri Amerika 2,5 trillion dollar sarf qilib o'zining harbiy kuchini butunlay qaytadan qurib chiqdi. Amerika hozirmi yanala dunyodagi eng qudratli davlat bo'lib, biz bu harbiy kuchni mangu qo'zg'atmasligimizni umid qilamiz. Amerikaliklar biladiki, boshqalarni bo'ysundirish va kontrol qilish umid qilinadigan bir dunyoda davlatimiz cho'qim kuchlik bo'lgan boyliq, amaliy kuch va ruhga ega bo'lishi kerak. Mana bu bizning alayda xarakterimizni yaratgan an'ana va odatlarimizni zo'r kuch bilan qo'g'dishimizning sababi. Xuddi men davlatimizni qizg'in so'ygandek, bu yig'in zalida har birimiz vakillik qilgan har bir davlatning muhofazat qiladigan va so'yadigan qimmatlik tarixiy, madaniyati va meroslari bor bo'lib, bizga cheksiz yoshirin kuch-quvvat berib turadi. Erkin dunyo cho'qim boshqa davlatlarning asosini qo'g'dishi va bu asoslarni vayron qilishga yoki o'zgartirishga urinmasligi kerak. Bu g'oyat zo'r
va saltanatlik planetga nazar soladigan bo'lsak, haqiqatni ko'rmak tas emas. Agar siz erkinlikni so'ysangiz, davlatingizdan iftixorlaning. Agar siz demokratiyani umid qilsangiz, o'zingizning egilik huquqingizni qo'g'dang. Agar siz tinchlikni xohlasangiz, davlatingizni qizg'in so'ying. Dana rahbarlar azaldan o'z xalqi va davlatini oldingi o'ringa qo'yib kelgan. Kelgusi dunyo yer sharlashish targ'ibotchilariga mansub emas. Kelgusi dunyo vatanparvarlarga mansub. Kelgusi dunyo egilik huquqiga va mustaqillikqa ega davlatlarga mansub. Bu davlatlar o'z xalqini qo'g'daydi. Qo'shni davlatlarga hurmat qiladi hamda har bir davlatning boshqalarga o'xshamaydigan alohida farqlarini hurmat qiladi. Mana bu bizning Amerikada kishining ro'yini urg'itadigan davlatni gullantirish planini yo'lga qo'yishimizning sababi. Biz nima ish qilsak, puhralarimizning g'oyasini va orzu-tilaklarini amalga oshiradigan, o'ziga o'zi xo'ja bo'lish huquqini muhim nuqta qilib keldik. Iqtisodni yuqori ko'taradigan siyosatlarimizning ta'sirida davlatimizda ishsizlik nisbati yarim asrdan buyangi eng tuvan chekka tushdi. Bajni zo'r miqdorda kamaytirish va qonun tuzumlarni ixchamlash siyosatining turtkisida. Xizmat o'rni azaldan ko'rilib baxmagan tezlik bilan ko'paydi. 3 yilga yetmagan vaqt ichida Amerikada 6 million odam ishga o'rinlashdi. Oldingi oyda Afrika pushtidan, Ispaniya pushtidan va Osiyo pushtidan bo'lgan amerikaliklarning ishsizlik nisbati tarixdan buyangi eng tuvan chekka tushdi. Biz hozir davlatimizning mo'l energiya manbasini ichivyapmiz. Dunyodagi boshqa har qanday davlat bilan selishtirganda, navbatda Amerika birinchi cho'ng neft va tabiiy gaz ishlab chiqarish davlati. Maosh o'syapti. Kirim ko'payyapti. Amerikada 2,5 million odam 3 yilga yetmagan vaqtning ichida namratlikdan qutuladi. Biz Amerikaning tangdoshsiz askariy kuchini qaytadan qurib chiqish bilan birga ittifoqdoshlarimizni gullantirdik. Hamda barliq sheriklarimizning Amerika burun ustiga olgan g'oyat zo'r so'mliq mudofaa xarajatidagi o'ziga tava bo'lgan chiqimlarni o'z ustiga elishi kerakligini aniq uqtirdik. Bizning davlatni gullantirish nishonimiz xalqaro savdo islohot harakatini markaz qiladi. Necha 10 yildan buyon xalqaro savdo sistemasi davomli holda ba'zi bir va'dasiga vafo qilmaydigan davlatlar tarafidan foydalanib kelindi. Xizmatni sirtqi o'ttiga berishga agishib, oz sondagi kishilar o'ttira burjuaziya nomini suiiste'mol qilib beyishga boshladi. Buning natijasida Amerikada yasash kasbidagi 4,2 million xizmat o'rni o'tgan chorak asrda sirtqa eqib ketib, 15 trillion dollarlik savdo farqi kelib chiqdi. Amerika hozir keskin harakat qo'llanib, bu ig'ir iqtisodiy tengsizlik hodisini oyoqlashtirmoqchi. Bizning nishonimiz bak oddiy. Bizning xohlaydiganimiz barobar bo'lgan tangpong savdo. Biz yep-yangi bo'lgan
hamda ikki partiyaning qo'llashiga erishishni umid qilgan Amerika, Meksika, Kanada kelishimi orqali Shimoliy Amerika erkin savdo kelishimining o'rnini elish uchun allaqachon Meksika va Kanadadagi sheriklarimiz bilan zich hamkorlashishga boshladik. Әтә Yaponiya baş ministeri Abe Shinzo bilan birlikda naiti yaxshi bo'lgan bir yangi savdo kelishimini davomlashtirib tuzib chiqamiz. Angliya Yevropa ittifoqidan chekinish mezgilida men Angliya bilan ikki davlatga zo'r manfaat ilib keladigan qaltis bir yangi savdo kelishimi imzolashga har vaqt tayyor ekanligimizni aniq o'tirg'a qo'ydim. Yangi bir zo'r ko'lamdagi savdo kelishimi tuzib chiqish uchun bosh minister Boris Johnson bilan zich hamkorlashyapmiz. Muhim bo'lgan farq bizning Xitoy bilan bo'lgan munosabatimiz. Xitoy 2001-yili Dunyo savdo tashkiloti, ya'ni WTO'ga a'zo bo'ldi. Shu vaqtdagi rahbarlarimiz bu qarorning Xitoyni iqtisodni erkinlashtirishiga va qo'g'dishiga majburlaydiganligini, biz qabul qila olmaydigan narsalarni o'zgartib, shaxsiy mol-mulk va qonun tuzumni qo'g'daydiganligini ta'kidlagan edi. 20 yildan keyin amaliyot shuni isbotladiki, bu nazariya butunlay xato bo'lgan. Xitoy o'zi va'da qilgan islohotni qabul qilmayli qolmasdan, dal aksicha, naiti cho'ng bozor qurg'ini, yuqori so'mliq davlat to'liqlamasi, pul kontrolligi, mahsulot to'kmasi, ya'ni mollarni to'kma qilib setish, majburiy xarakterlik texnika o'tinib bergizish hamda zo'r ko'lamdagi bilim, huquqi va savdo maxfiyatligini o'g'irlash qatorliq vositalarga tayangan iqtisodiy modellarni qo'llandi. Bir misol keltiray. Men yaqinda Micron Technology degan bir Amerika shirkatining bosh ijroiya amaldori bilan Oqsaroyda ko'rishdim. Micron Technology shirkati sansizlagan elektronlik mahsulotlarni saqlag'uch uzukini ishlab chiqardi. Xitoy hukumatining 5 yillik iqtisodiy planini ilgari surish uchun bir Xitoy davlat egiligidagi shirkat Micron Technology shirkatining 8,7 million dollarlik loyihasini o'g'irlagan deb gumon qilingan. Uzun o'tmay bu Xitoy shirkati asosiy jihatdan o'xshash bo'lgan mahsulot patentiga erishgan. Ham shundaqla Micron Technology shirkatining Xitoyda o'z mahsulotlarini setishi cheklangan. Biz adolat talab qilamiz. Xitoy savdo tashkilotiga kirgandan buyon Amerika 60 ming dona zavodidan ayrilib qoldi. Bu xil ahvol yer shardagi boshqa davlatlarda yuz berdi. Dunyo savdo tashkiloti talto'kis o'zgarishi kerak. Dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavdining o'zini taraqqiy qilayotgan davlat deb atib olib, bu sistemani ahmoq qilishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Ko'p yillardan beri bu xil illatga nisbatan sabr qilindi. Sal qaraldi, hatto rag'batlantirildi. Yer sharlishish targ'iboti burunqi rahbarlarga bir xil e'tiqodning jalb qilish kuchini berdi. Shu sababdan ular o'z davlatining manfaatlariga sal qardi. Biroq Amerikaga nisbatan aytganda bundaq kunlar kelmasga ketdi. Bu xil adolatsiz qilmishga taqobil turish uchun men Xitoy mollariga
bahası 500 milyon dollardan eşip ketken zor sommidagi tamojni bejini köpeyttim. Bu tamojni bejining sababidan ta'minot zanjiri Amerika va boshqa davlatlarga qaytib keldi. Davlat g'azinamizga milliard dollarlab kirim bo'ldi. Amerika xalqi Xitoy bilan bo'lgan munosabatdagi tangpungliqni asliga keltirishga hamma kuchini bag'ishlaydi. Men ikkala davlatga foydaliq bo'lgan kelishimni tuzib chiqishimizni umid qilaman. Biroq men boshda intayin aniq qilib o'tirg'a qo'yganimdek, men Amerika xalqiga hech qanday foyda elib kelmaydigan kelishimni qabul qilmayman. İki taraf munosabatini tirishib muqimlashtirish bilan bir vaqtda biz yana Hong Kongning vaziyatini astoydillik bilan kuzatyapmiz. Butun dunyo Xitoy hukumatining Angliya bilan imzolagan va BDTda anga oldirilgan cheklash kuchiga ega bo'lgan kelishimlarga rioya qilishini umid qiladi. Bu kelishimlarda Xitoy Hong Kongning erkinligini, qonuniy tuzumini va demokratik turmush shaklini qo'g'dashga va'da bergan. Xitoyning bu vaziyatni qanday bir taraf qilishini qaror qilishi Xitoyning kelgusi dunyodagi roliga nisbatan intayin muhim. Biz Prezident Shini bir ulug' rahbar deb ishonamiz. Amerika boshqa hech qanday bir davlat bilan to'qinishib qilishni xohlamaydi. Biz hamma davlat bilan tinchlik, hamkorlik va o'zaro yordamda bo'lishni amalga oshirishni xohlaymiz. Biroq biz Amerikaning manfaatini qo'g'dashni mangu unutib qolmaymiz. Növbətdə tinchlikni so'yadigan davlatlar yuzlanayotgan eng cho'ng xavfsizlik masalasi bo'lsa, Iranning yuqori besimliq hukumati. Hammalarga ma'lumki, bu hukumatning halokatlik va vayron qilish xarakterlik harakatlari allaqachon xotirlanib bo'ldi. Iran bütün dünya boyunca terrorizmni qo'llovchi birinchi davlat bo'lib qolmasdan, İran rahbarlari yana Suriya va Yamandagi fojialik urushda o'tning ustiga yog' chechiyotdi. Bir vaqtda bu hukumat yadro qurollarga va to'shig'ich qurollarga erishishni talvilachi istaydi. Biz bu xil ahvolning yuz berishiga qat'iy yo'l qo'ymasligimiz kerak. Iranning yadro quroliga va to'shig'ichi raketaga erishish yo'lini to'sish uchun men Amerikani oyoqlashish vaqti oz qolgan, muhim o'rinlarni tekshirishga yo'l qo'ymaydigan, to'shig'ichi raketani o'z ichiga olmaydigan bu vahimalik İran yadro kelishimidan chekintirib chiqdim. Biz kelishimdan chekinib chiqqandan keyin bu davlatga intayin qattiq bo'lgan iqtisodiy embargo, ya'ni jazo yurgizdik. Bu hukumat embargodan qutulish uchun zo'ravonlik va sababsiz tajovuzchiliklarni yuqori pallaga ko'tardi. İranning yaqinda Saudiya Arabiston neftligiga qilgan hujumiga inkas qaytarish uchun biz İran Markaziy bankasiga va egemenlik boylik fondiga texim yuqori darajada embargo yurgizdik. Hamma davlatlarning harakat qo'llanish mas'uliyati bor. Har qanday hukumat İranning bu qonliq ish harakatlariga yordam qilmasligi kerak. Faqat İran bu xavfli harakatini oyoqlashtirmasa, embargo amaldan qolmaydi.
әксіче күчейіп барды. İran rəhbərləri əslində iftixarlanadigan bir dövlətni ağalandırışның tipik өлгісіге айландырып қойды. Hökümran sınıp öz xalqını taşlıvıtıb, şəxsi hüquqiga və baylıqıga berilib ketgəndə bu xil əhval yüz berdi. 40 yıldan buyan İran hökümranları özü bir qolluk yasap çıqqan hər xil məsələlər üçün başqa dövlətlərə zərbə berib gəldi. Bütün dünya bununğa şahid boldu. Ular Amerikani yo'qtayli degan shuarni to'lab, Yahudilarga qarshi turish sapsatisini bozorga soldi. Bultur bu davlatning eng oliy rahbari Isroiliya yomon xarakterlik o'sma cho'qim yiltizdan qurtilish kerak. Bu mumkin bo'ladigan ish ham cho'qim bo'ladi dedi. Amerika bu xil Yahudilarga qarshi turadigan o'chmanlik harakatiga hargiz yo'l qo'ymaydi. Uzun vaqtdan beri təlva unsurlar İsrailiyaga bo'lgan o'chmanlikdan foydalanib, kishilarning diqqat nazarini o'z mag'lubiyatidan boshqa yoqqa burashga urindi. O'ttir Sharqdagi har qaysi davlatlarning oshqulliqlarga zarba berish va iqtisodiy imkoniyatlarni qo'zg'atish jihatda o'rtaq manfaatga ega ekanligini ta'limimizga yarasha bu rayondagi kishilar tunib yetdi. Mana bu Isroiliyaning qo'shni davlatlar bilan umumyuzlik normallashgan munosabatlarni qurishning naqadar muhimligining sababi. Faqat o'rtaq manfaat, o'zaro hurmat va diniy keng qo'rsaqlik asosiga qurilgan munosabatlarla texmi go'zal kelgusini qurib chiqa oladi. İran puhralari kapitalni o'g'irlab, davlat ichi va sirtida qirg'inchilik qiladigan hukumatga emas, balki namratlarni azaytadigan, cheriklikni tugatadigan va xizmat fursatini oshiradigan hukumatga bakrak ko'ngil bo'lish kerak. 40 necha yillik mag'lubiyatdan keyin İran rahbarlarining boshqa davlatlarga xavf yetkazishni to'xtatib, zihnini o'z davlatini qurib chiqishga markazlashtirishga qaratadigan vaqti yetib keldi. Amerika haqiqiy tinchlik va hurmat istaydigan barliq davlatlar bilan do'stlik munosabatini o'rnatishni xohlaydi. Amerikaning hozirgi zo'r ko'pchilik yaqin do'st davlatlari burun eng cho'ng dushmanlar edi. Amerika mangulik dushmanlikka azaldan ishonmaydi. Bizning xohlaydiganimiz hamkorlashquchi sheriklar, hargizmi raqiblar emas. Amerikaliklar shuni aniq biladiki, har qanday odam urush qo'zg'ay oladi, ammo eng qaysar odam tinchlikni tanlaydi. O'xshash sabab bilan biz Koreya yarim orolining yadrosizlashishini maqsad qilyapmiz. Men Kim Jong-unga shundoq dedim. Mening haqiqiy ishondig'inim uning davlati, ya'ni Shimoliy Koreyaning Ironga o'xshash texi ichilmagan g'oyat zo'r yoshirin kuchi bor. Ammo bu lavzini amalga oshirish uchun Shimoliy Koreya cho'qim yadrosizlanishi kerak. Bizning dunyoning har qaysi yerlaridagi uchurlarimiz nihoyat ro'shan. Amerikaning nishoni uzun muddatlik, Amerikaning nishoni murassalashish, ya'ni tinchlik. Amerikaning nishoni bu oyoqlashmaydigan urushni qo'zg'ash emas. Urush mangu oyoqlashmaydi.
ushbu nishonga asosan hukumatimiz Afg'onistondami kelgusi parlaq bo'lgan umidni izlayotidi. Afsuslanarligi Talibanlar yanala yovvoyilarcha hujum qilishni tanlayotidi. Biz davomli holda bizning Afg'on ittifoqdoshlarimiz bilan hamkorlashib terrorizmni supurib tashlaymiz. Biz tinchlikni amalga oshiradigan tirishchanligimizni mangu to'xtatmaymiz. G'arbiy yarimsharda biz hamkorlashuvchi sheriklarimiz bilan birga butkul rayonning muqimligi va fursatlariga kapolatlik qilyapmiz. Bu vazifadagi eng cho'ng xirisning birisi qonunsiz ko'chmanlar masalasi. Qonunsiz ko'chmanlar taraqqiyotni buzib, jamiyatni parchalab, vahshiy jinoyat guruhlarining kuchayishiga sabab bo'ladi. Keng ko'lamlik qonunsiz ko'chmanlar masalasi munosabatlik har bir odamga nisbatan adil emas, bexatar emas va qonunsiz ko'chishni davomlashtirishga bo'lmaydi. Qonunsiz ko'chmanlar chiqayotgan davlatlar va ojiz davlatlar nihoyat tezla xo'rab tugaydi. Yoshlar ko'ngil bo'lishga erisholmaydi va odam kuchi boyligi isrof bo'lib ketadi. Qonunsiz ko'chmanlarni qabul qilayotgan davlatlarning yuki ular ko'tara oladigan doiradan eshib ketadi. Ko'chmanlar o'zimi shafqatsiz hayvonlar tarafidan ekspluatatsiya qilingan, hujumga uchirgan va xo'rlangan. Davomliq shimolga safar qilib, davlatimizning chegaralariga yetib kelgan ayollarning 1/3 qismi safar jarayonida jinsiy tajovuzga uchirgan. Halbuki Amerika va dunyoning boshqa joylarida odam atkazchiligini kuchaytirayotgan talva unsurlar va g'ayri hukumat tashkilotlarining oilaviy qo'l hunarvanchiligi taraqqiy qilyotidi. Bu tashkilotlar qonunsiz ko'chmanlarni ilhomlantiryotidi va chegirlarni amaldan qoldirishni talab qilyotidi. Bugun men jamiyat adolati nomi bilan chegirlarni ichishga ilhomlantirayotgan talva unsurlarga shundoq bir uchurni yetkazamanki, sizlarning qilmishinglar haqqoniy emas. Sizlarning g'arzinglar shafqatsiz va qabiy. Sizlar gunohsiz erlarni, ayollarni va bolalarni qirg'in qiladigan jinoyat guruhlarini kuchaytiryapsizlar. Sizlar o'zinglarning shu soxta go'zal axloqini, shu sonsizligan gunohsiz insonlarning hayotining oldiga qo'yyapsizlar. Sizlar chegara bexatarligini buzish bilan bir vaqtda kishilik huquq va insoniy qadr-qimmatni buzg'unchilikqa uchirtyapsizlar. Bugun mushu yerga hozir bo'lgan nurg'unlagan davlatlar ko'chmanlarni boshqarg'ili bo'lmaslikdek xirisga duch keldi. Hammanglarning o'z chegaranglarni qo'g'daydigan mutlaq huquqinglar bor. Albatta, bizning davlatimizmi shundoq. Bugun biz cho'qim odam atkazchiligini, odam savdosini to'xtatish hamda bundaq jinoyat turlarining mangulik yo'qolishi uchun o'rtaq tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. Davlatimizga nisbatan men sizlarga samimiylik bilan shundoq deyalaymanki, biz rayondagi Meksika, Kanada, Guatemala, Honduras, Salvador va Panama qatorliq davlatlarni o'z ichiga olgan do'stlarimiz bilan hamkorlashib,
xalqimizning bexatarligi va ro'naq tepishi uchun chegara butunligini qo'g'dashni talab qilyapmiz. Biz Meksika prezidenti Lopez Obradorga biz bilan yuqori darajada hamkorlashganligi uchun rahmat aytamiz. Ularning janubiy chegaramizda 27 ming askar o'rinlashtirganligiga rahmat aytamiz. Meksika bizga eng cho'ng ehtiromni bildirdi. Bizmi ularga o'xshashla hurmatimizni bildiramiz. Amerikada biz qonunsiz ko'chman iqimini to'sish uchun misli ko'rilmagan darajada harakat elib bordik. Chegirdan qonunsiz kirmoqchi bo'lgan har qanday odamga nisbatan deydiganim, atkaschilarga pul bermang. Zaharlik yilonlarga pul bermang. O'zingizni xeyim xatarga ittarmang. Farzandlaringizni xatarning ichiga tashlab qo'ymang. Chunki siz bu yerga yetib kelgan taqdirdimi Amerikaga kirishga ruxsat qilinmaydi ham darhol qaytarilasiz. Men Amerika prezidenti bo'libla tursam, biz qonunimizni ijro qilamiz va chegaramizni qo'g'daymiz. G'arbiy yarim shardagi barliq davlatlarga nisbatan bizning maqsadimiz xalqni o'z davlatining kelgisi uchun barliqini atashqa undashdir. Bizning rayonimiz zo'r umidga to'lgan. Bizning amalga oshirmoqchi bo'lgan g'oyalarimiz bor. Bularning hammasi tirishchanlik orqali vujudga keladi. Rayonimizda millionlagan tirishchan kishilarimiz, vatanni so'yadigan yoshlarimiz qurilishga, yangilik yaratishga va natijalarni vujudga chiqarishga intizor bo'lmoqda. Biroq bir avlod yoshlar o'z yurtlarini tashlab, boshqa yerlarga berib yashasa, bu davlatlar o'z yoshirin kuchlarini joriy qildira olmaydi. Biz rayonimizdagi har bir davlatning gullab yashnashini umid qilamiz. Har qaysi davlat xalqlarining erkin va tinch muhitda ro'naq tepishini umid qilamiz. Bu turdagi vazifamizda biz yana g'arbiy yarim shardagi shafqatsiz ezilayotgan xalqlarga, masalan, Kuba, Nikaragua va Venezuela xalqlariga yordam berishga va'da qilamiz. PDT kishilik huquq kengashining eng yangi doklatiga asoslanganda, Venezuelada ayollar 10 necha soatlab yemaklik elish uchun o'chrat saqlaydi ekan. 15 mingdan ortiq odam siyosiy jinoyatchi bo'lib tutilgan ekan. Hozirgi zamonda o'lim jazosini ijro qilish atratlari qonunning sirtida minglagan o'lim jazolarini ijro qilmoqda. Mustabid Maduro bo'lsa, Kubaning yog'och qo'chig'i. Uni Kuba qo'g'dag'uchilar qo'g'daydi. U hatto o'z xalqidan qo'rqidi. Shuning bilan bir vaqtda Kuba Venezuelaning neft boylig'ini tortib olib, o'zining chiriklashgan kommunist hukmronligini saqlab kelyotdi. Men oldingi qatim bu zalda nutq so'zlagandan tortib, Amerika va uning ittifoqdoshlari 55 davlatdan tarkib topgan tarixiy xarakterlik ittifoqni tuzib, Venezuelaning qonuniy hukumatini e'tirof qildik. Bu qabohatlik tushning ichiga kirib qolgan Venezuela xalqi shuni bilib qilinglar. Bütün Amerika xalqi birdak ittifoq holda sizlarning orqanglarda. Amerika g'oyat zo'r miqdordagi insoniy yordam tayyorlab, to'shishni saqlayotdi. Biz Venezuelaning
vaziyetiga yaqindan diqqat qilyapmiz. Biz demokratiyaning asliga kelib, Venezuelaning erkinlikka erishgan kunini saqlayapmiz. Shu vaqt kelganda erkinlik g'arbiy yarimsharda to'liq g'alabaga erishidi. Har qaysi davlatlar duch kelgan eng ochiq xiristlarning birisi sotsializmning arvohlari. Bu arvohlar davlatning buzg'unchilari ham jamiyatni vayron qiluvchilar. Venezuelada yuz bergan vaqa bizga shuni eskartadiki, sotsializm va kommunizm hargizmo haqiqat uchun emas, hargizmo barobarlik uchun emas, hargizmo nomrodlikni yo'qotish uchun emas, albatta davlatning manfaati uchun emas. Sotsializm va kommunizm faqat bir narsa uchun. U bo'lsa-mu hukmron sinfning huquqi uchun. Bugun men dunyoga davlat ichida tarqatgan bir uchurni tarqatmoqchi. Amerika mangu sotsialistik davlat bo'lmaydi. Oldingi asrda sotsializm va kommunizm 100 million odamni o'ldirdi. Xuddi biz Venezuelada ko'rgan ichinishli ahvoldek. Bu davlatdagi o'lgan odamlarning soni yana oshib beryapti. Bu hokim mutlaqlarning ideologiyasi zamonaviy texniklar bilan birlashganda odamni parakanda qiladigan yangi xil vositalar orqali ezish va hukmronlik qilish qobiliyatiga ega bo'ladi. Shunga sonliq ma'lumotlarimizni va bexatarligimizni qo'g'dash uchun Amerika chora qo'llanib, chet el texnikasi va kapitalni tekshirishni ilg'orlashtiryapti. Biz yig'inga qatnashgan har bir davlatni mushundoq qilishga da'vat qilamiz. Mayli chet elda bo'lsin yoki davlat ichida bo'lsin, hammamiz cho'qim davomli holda erkinlikka va demokratiyaga kapolatlik qilishimiz ham uni qo'g'dishimiz kerak. Biz cho'qim bo'ysunishni talab qiladigan va kontrol qilishni o'ylaydigan odamlarga gumoniy pozitsiyada bo'lishimiz kerak. Erkin davlatlardami odamni ansirtadigan alomatlarni va erkinlikka bo'lgan yangi xiristlarni ko'rdik. Az sondagi sotsial medialar g'oyat zo'r energiyaga ega bo'lib, biz ko'radigan mazmunlarni va bizning o'ttirg'i qo'yishimizga bo'ladigan mazmunlarni kontrol qilmoqda. Bir mangulik siyosiy sinf xalqning irodasini ochiq-oshkor holda kamsitadi, sal qaraydi va ig'vogarchilik qiladi. Bir yuzsiz byurokrat sistema yoshirin harakat qilib, demokratik tuzumni ojizlatmoqchi bo'ladi. Media va ilmiy muassasalar tariximizda an'anamizga va qimmat qarshimizga oshkor hujum qilyapti. Amerikada hukumatimiz sotsial media shirkatlariga biz fikr qilish erkinligimizni davomli qo'g'daymiz deb aniq o'ttirg'i qo'ydi. Bir erkin jamiyat sotsial media gigantlarining xalqning ovozini bo'g'ishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Erkin xalq hargizmo askarlar bilan bir qozonda qaynab, qo'shnilarga besim qiladigan, majburlaydigan, haqoratlaydigan yoki qora tizimlikka kirgizadigan vositalarni qo'llanmaydi. Amerikaning qimmat qarshini qo'g'dashda hamma kishining huquq va izzat obro'yiga ega holda yashaydiganligida ching turamiz.
Muşu sababdan homosexual, ya'ni hamjinsliklar muhabbetini jinoyat deb bekitishni cheklash uchun hukumatimiz boshqa davlatlar bilan hamkorlashyapti. Biz jinsiy yuzlanish sababli jazolashga uchragan, turmaga kirgan yoki o'limga hukm qilingan LGBTQ kishilar to'pi bilan bir safda turamiz. Biz yana ayollarning jamiyatdagi rolini tashabbus qilamiz. Ayollarga o'ziga o'zi ig'dorchilik qiladigan huquq bergan davlatlar texmi boy, bexatar va siyosiy jihatdan texmi muqim bo'ladi. Ayollarning iqtisodiy taraqqiyotini olg'a surish bir davlatning ro'naq tepishi bilan zich munosabatlik bo'lib qolmasdan, shu davlatning bexatarligi bilanmi zich munosabatlik. Mush prinsiplarning yetakchiligi ostida hukumatimiz yer shari xarakterlik ayollarni taraqqiy qildirish va ro'naq topqizish planini qo'zg'atdi. Bu bugungacha bo'lgan arliqda butun hukumat doirasida tunji qitimliq ayollar o'z iqtisodiga o'zi ega bo'lish tadbiri bo'lib, butun dunyo ayollarining qonuniy holda mol mulkka egdorchilik qilish va varislik qilish huquqi bo'lish. Erlar ishlayoladigan sohalarda ishlash, erkin sayohat qilish, inovatli qarzga ega bo'lish va tashkillanish huquqidan bahramand bo'lishiga kapolat qilish talab qilinadi. Tunugim men sohibxon lider sifatida ham Amerikaning yetakchiligida elib berilgan yig'inga qatnashib, diniy doirani va diniy erkinlikni qo'g'dash masalasini muhokama qilganligimizdan baxushal bo'ldim. Bu xil asosiy huquq butun dunyoda kundan kunga og'ir xavfga uchrayotidi. Odamning eng ishongisi kelmaydigini butun dunyo bo'yicha 80% aholi diniy erkinlik tahdidiga uchrayotgan, hatto butunlay man'iy qilingan davlatlarda yashayotidi. Amerika diniy erkinlikni qo'g'daydigan tirishchanlikni mangu to'xtatmaydi yoki bo'shashtirmaydi. Biz hamma odamning diniy erkinlikka ega bo'lishini umid qilamiz va qo'llaymiz. Amerika yana begunoh hayotlikni qo'g'dashni mangu to'xtatmaydi. Biz bilamizki, BDT'ning ko'plagan turlari yer shari xarakterlik huquqlarni boj topshiruvchilar yordam bergan, eng kechikkandimi tug'ishdan burun talab qilishga bo'ladigan bola tushirish huquqini ta'kidlaydi. Yer shari xarakterlik biograflarning begunoh hayotlikni qo'g'dashni umid qilgan davlatlarning egilik huquqiga hujum qilish huquqi yo'q. Mushu yig'in zaldagi ko'plagan davlatlarga o'xshash, biz Amerikaliklar har bir tug'ilgan va tug'ilmagan bola Tangrining muqaddas so'g'iti deb ishonamiz. Har qanday ahvol ostida Amerika xalqaro tajovuzning puhralarimizning o'zini qo'g'dashni o'z ichiga olgan huquqlarini dafsanda qilishga yo'l qo'ymaydi. Shunga men bu yil bizning mangu BDT qurol savdo kelishimiga qo'l qo'ymaydiganligimizni jakarladim. Bu kelishim qonun erkinligiga tahdid soladi. Amerika qurol saqlash va elib yurish asosiy qonun huquqimizda mangu ching turdi. Biz har doim o'zimizning ikkinchi tuzitilgan loyihimizda ching turamiz. Bugun
Amerika himoya qilayotgan huquq va qimmat qarashlar Amerikaning davlat qurilish hujjatlarida xotirlangan. Bizning davlat atalarimiz shuni tunib yetganki, o'zini boshqalarni kontrol qilishga haqliq deb qaraydigan bir turkum odamlar hamon bir kuni chiqadi. Mustabidlik har xil ismlar bilan va har xil nazariyalar asosida taraqqiy qiladi. Biroq eng oxirida yanala hukmronlik qilishdek tashnoliqiga yig'inchoqlanadi. Uning himoya qiladiğini ko'p sonli kishilarning manfaat emas, balki oz sonli kishilarning alayda huquqi. Bizning davlat qurg'uvchilarimiz bu xil xatarni cheklaydigan sistema bilan ta'minlagan. Ular Amerikaning huquqini davlat taqdiri bilan zich munosabatlik odamlarga, ya'ni g'ururliq va yuksak darajada mustaqil bo'lgan xalqqa topshirishni tanlagan. Davlat manfaatini haqiqiy turda amalga oshirishda faqat o'z davlatini haqiqiy ravishda so'yadigan odamlarga tayinishga to'g'ri keladi. Mundaq odamlar o'z tarixiga yiltiz tortgan, o'z madaniyatidan oziqlangan, qimmat qarashlarga sodiq bo'lgan, xalqi bilan xo'shalliqdimi, qayg'udimi billa bo'ladigan fuqarolardir. Ular kelgusini, o'zlarining qurdiganligini yoki yo'qdiganligini biladi. Vatanparvarlar davlat va uning taqdiriga mushundaq qaraydi. Boshqa hech kim bundaq qila olmaydi. Erkinlikni qo'g'dab qilish, egilik huquqini himoya qilish, demokratiyani davomlashtirish, ulug'vor ishlarni vujudga chiqarishlarning hammasi vatanparvarlarning irodasi va sadoqati bilan bo'ladi. Ularning ro'yi zulmiga qarshi kuch-quvvat bilan, an'anani yaratadigan qizg'inlik bilan, do'stlik istaydigan samimiyat bilan, ham shundaqla tinchlik uchun kurash qiladigan jasorat bilan to'lgan. O'z davlatini so'yish dunyodagi hamma davlatlarni texmi go'zal qilib o'zgartirdi. Shuning uchun bugun mush yerda o'ltirgan barliq rahbarlar biz bilan birlikda bu ulug'vor vazifani o'rinlaydi. Davlatini rivojlantirish, madaniyatidan iftixorlanish, tarixni hurmat qilish, puhralarni qadrlash, davlatini boy, qudratlik va odil qilib qurib chiqish, xalqning izzat obro'yiga hurmat qilish har qanday odam qo'sha oladigan eng zo'r tuhfa hisoblanadi. Mushundaq bo'lganda har qanday orzuni amalga oshirg'ili bo'ladi. Davlatlarimiz qudrat topganda kelgusimiz texmi parlaq, xalqimiz texmi baxtlik, ittifoqligimiz texmi mustahkam bo'ladi. Tangrining yardım bilan o'rtaq tirishchanlik orqali erkinlikni dushman deb qaraydigan odamlardan qutulamiz. Izzat obro'yiga ziyon soladigan zulm qilg'uvchilar ustidan g'olib kelamiz. Yangicha turmush saviyasini yaratamiz. İnsaniyat utuqlarining yangi pallasiga yetib boramiz. Qadimiy sirlarni qaytadan yeshimiz. Kishini hayajonga soladigan yangi bosishlarni qo'lga keltiramiz. Biz kelgusida davlatlar orasida burunqi har qandaq vaqtdikidinmi go'zal bo'lgan do'stlik va tinchlikni amalga oshiramiz. Har qaysi rahbarlar tinchlik va taraqqiyot, erkinlik
va adolat ham insoniyat uchun texmi go'zal bo'lgan dunyoga yetib boradigan yo'l o'z davlatimizdan boshlanadi. Rahmat. Tangri sizlarga baxt ato qilsin. Tangri barliq davlatlarga baxt ato qilsin. Tangri Amerikaga baxt ato qilsin. Ko'pchilikka rahmat.